Ko'p kishi izoh yozadi va shunda ulgurmay qolaman ba'zida. Xo'p, mana bu yerda endi ko'rib turaman, yerda kim izoh yozayotganini o'tkazib yubormayman. Yaxshi, endi o'zimning ssenariyimni ochib olaman. Va endi davom etsak bo'ladi, ya'ni 3-qism. Payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi vasallamning bolaliklari va shuningdek biz yetimlik maktabi haqida ham bugungi jonli efirda o'rganamiz. Xo'p. Birinchi navbatda eslatib o'taylik, o'tgan qismda biz payg'ambarimizning pok nasablari, fil voqeasi va muborak tug'ilishlari haqida gaplashgan edik. Va yodingizda bo'lsa, o'shanda bir ayol haqida aytgan edim, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sut onasi haqida gapirib bergan edim. Kimdir esida bo'lsa, xursandman. Va o'sha voqea haqida bugun ham gaplashamiz, ya'ni batafsilroq gaplashamiz nisbatan. Va albatta shuni ham eslatib o'tishim kerak. O'tgan jonli efirda aytgan edimki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam otalari vafotidan so'ng, ya'ni payg'ambarimiz hattoki tug'ilmaslaridan avval otalari vafot etgan edilar. Va payg'ambarimiz yetimlikda o'sishda to'g'ri keldi. Va otalaridan ayrilganlarida anchagina albatta onalarga ham qiyin bo'lgan. Ya'ni Arabistonda bilasizlar o'sha davrda qanchalik johiliya davrida yashaganlar. Xo'p, demak, bugungi mavzudan diqqat bilan tinglashga harakat qilinglar. Bugungi hikoya sinov ichida toblangan bolalik hikoyasi bo'ladi. Albatta, diqqat bilan tinglang. Bu hikoyadagi har bir yetimga, har bir musofirga, hayot sinovidan o'tayotgan har bir insonga bu jonli efir, bugungi bergan ma'lumotlarim albatta tasalli bo'ladi. Xo'p, demak, hozirgi o'tishim kerak bo'lgan mavzu, ya'ni Sahro bag'rida Halima Sa'diya xonadonida o'tgan umri haqida payg'ambarimizning. Ya'ni birinchi navbatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning emizikli onasi haqida bo'ladi. Demak, davom etamiz. O'sha davrda Makka zodagonlarida bir odat bor edi, ya'ni chaqaloqlarini sahroda yashovchi xalqqa, badaviy qabilalarga berishgan, ya'ni ularni tarbiyalash va o'zining odatlarini o'rgatish uchun u qabilalarga berib yuborishgan. Chunki u yerda berib yuborishga bir necha sabab bo'lgan edi. Asosiy sabablardan bittasi u yerdagi shahar havosidan ko'ra sahroning havosi shahar havosidan ancha muncha sof edi, toza edi. Xuddi hozirgidek, ya'ni shaharda yashagan odamlarni bilasizlar, qiynalib yashaydi, bir yomon havodan aziyat chekadi va qishloqqa borsa birdaniga his qiladi qanchalik havo toza ekanligini. Albatta insonning kamolotga yetishida, ayniqsa kichik bir go'dakning kamolotga yetishida bu ham ancha katta rol o'ynaydi. Xuddi shunday ekan, arablar ham shu yo'lni tutishgan. Va bu yerda bolalar nima o'rganishardi? Sof arab tilida gapirishni, u yerdagi ma'naviyatni o'rganishardi, madaniyatni o'rganishardi va sahro bolani jismonan baquvvat qilardi, irodali qilib o'stirardi. Ana shu odatga ko'ra har yili sut onalari Makkaga kelib emizishga bola olib ketar edilar. O'sha yili Banu Sa'd qabilasidan Halima bintu Abu Zuayb ham eri va emizikli o'g'li bilan Makkaga keldi. Yil qurg'oqchil, qabila och, Halimaning tuyasi oriq, echagi holsiz, ko'kragida esa o'z bolasiga ham yetmaydigan sut bor edi. Makkada har bir sut ona o'ziga badavlat xonadonning bolasini qidirardi. Chunki bu ishning daromadi bola otasidan kelardi. Xuddi shunday. Ya'ni o'sha davrda ham chaqaloqlarni endi odatga kirganda bilasiz, endi inson kishi borki, nafsi bor va xullas qo'paloq qilib aytganda, boyni bolasini talab ketishganda, iloji boricha boy odamdan tanlashgan. Chunki boy odam nima qilardi? Ularga ko'proq pul berardi. Lekin Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'sha paytda yetim edi. Shuning uchun barcha sut onalari u chaqaloqni rad etgan va payg'ambarimizni rad etgan. Tasavvur qilyapsizlar? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni u yerda odamlar tanlashmagan, rad etadilar. Bizga kerak emas deyishardi. Halima ham avval u zotni rad etdi. Lekin boshqa topa olmagach, eriga dedi: "Sheriklarim bola bilan ketyapti. Men quruq qaytishni istamayman. Boray, o'sha yetim bolani olay", dedi. Va eri ham olaver, shoyat Alloh u sababli bizga baraka bersa deb aytdi.
va chindan ham baraka yog'ildi. Halimaning o'z hikoyasi manbalarida batafsil kelgan. Chaqaloqni bag'riga olishi bilan ko'kragi sutga to'ladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham o'z o'g'li ham to'yib emishga, ya'ni to'yib sut qabul qilishga yetarlicha bo'ladi. Kechasi qari tuyasi ham sutga to'lgan bo'lib chiqdi. Avval tuyalari bir ancha qarib qolgan, sutni yaxshi bermaydigan tuya edi. Ammo lekin kechasi payg'ambarimiz bilan qaytayotganda tuyalari ham sutga to'ldi. Qaytishda holsiz eshagi karvonning oldiga tushib chopdi. Sheriklari hayron, "Ey Halima, bu o'sha kelgan eshagingmi?" derdi. Chunki Allohning rasulining barakasi har bir jonzotlariga ham ta'sir qildi. Qabilaga qaytgach ham barakalari davom etdi. Quroqchilikda hammaning qo'ylari och qaytganda, Halimaning qo'ylari to'q va sersut qaytardi. Halima tan oldi. Bu baraka aynan o'sha yetim chaqaloq tufayli edi. 2 yil o'tib bolaning onasiga qaytarish vaqti keldi. Lekin Halima bu barakali boladan ayrilgisi kelmay, Ominadan uni yana olib ketishiga izn so'radi. Va Omina onamiz ham bunga rozi bo'ldi, chunki o'sha yillarda Madina shahrida yomon kasalliklar tarqagan edi. Shunday qilib payg'ambarimiz sahroda taxminan 4 yil umr ketkazdilar va bu yerda sof havoda, sof arab tilida va cho'pon bolalar orasida mehnat va soddalik muhitida ulg'aydilar. Keyinchalik u zot ham faxr bilan aytdilar: "Men arablarning eng fasohatlisiman. Qurayshdanman va Banu Sa'dda emizilganman" deb aytardilar bizga. Bizga shu aytgan gaplari yetib kelgan. Umid qilamanki, diqqat bilan tinglayapsizlar shu paytgacha. Va biz mana hozirgina Sahro bag'rida Halima Sa'diya xonadoniga bo'lguncha voqea haqida va u yerda u kishi borganida, u kishining qadami yetib borgandan so'ng bo'lgan mo'jizalar haqida, barakalar haqida gaplashdik. Ana endi ko'krak yorilishi haqida, ya'ni shaqqul sodir. Ko'krak yorilish voqeasi. Umid qilamanki, be'tibor bo'lmayapsizlar, shunchaki izoh yozishga emas, meni tinglashga kirgansizlar va bu mavzu dolzarb har bitta musulmon uchun va har bitta musulmon buni bilishi kerak deb o'ylayman. Xullas, ular u zotning ko'ksi yorilish voqeasi. Banu Sa'dga so'nggi paytlarda bir g'aroyib voqea yuz berdi. Buni Muslim rivoyat qilgan. Sahih hadisda ham tasdiqlaydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam sut ukasi bilan qo'ylar orasida yurganida 2 oq kiyimli zot, ya'ni farishtalar kelib, u kishini yotqizdilar, ko'kraklarini yorib, qalblarini oldilar. Undan bir qora laxtani chiqarib, "Bu shaytonning sendan olgan nasibasi edi" dedilar. So'ng qalbini Zamzam suvi bilan oltin tog'orada yuvib joyiga qaytardilar. Sud ukasi yugurib borib, "Qurayshlik ukamni o'ldirishdi" deb qichqirdi. Yugurib kelganlarida bola rangi oqargan holda turardi. Halima va eri qattiq qo'rqib ketdilar. Bolaga biror narsa bo'lib qolmasin deb uni onasiga qaytarishga qaror qildilar. Ominaga voqeani aytganlarida Dona ona xotirjam edi. "Bolamdan xavotir olmanglar, uning ishi ulug' bo'ladi." Ulamolar bu voqeaning hikmatini shunday sharhlaydilar. Bu bo'lajak payg'ambarni qalbini shayton vasvasasidan poklash, uni pokiza qalb bilan ulg'aytirish edi. Ko'ks yorilish, ya'ni ko'krak yorilish voqeasi u zotning hayotlarida yana takrorlangan, jumladan Me'roj kechasidan avval ham bu voqea bo'lgan. Biz bu mavzuga 14-qismda qaytamiz do'stlar. Bu voqeani aytganda bir odob bor. Bu mo'jizadir. Uni aql tarozisiga solib inkor ham qila olmaymiz. O'zimizcha bo'rttirib hikoya ham qila olmaymiz. Sahih manbalarda qanday kelgan bo'lsa, shundayligicha sizga yetkazamiz, birodarlar. Va endi mana bu voqeani ham kichik bo'lsa ham tanishib oldik bu voqea bilan, ammo lekin keyingi voqea bor, biroz qayg'uli bo'ladi. Ammo lekin ko'pchiligimiz uchun, bu voqea bilan yuzlashganlarimiz uchun hayotimizda juda ham og'irroq bir voqea, ya'ni onadan judolik davri. Abva qishlog'idagi qabr. Aynan mana shu haqida gaplashamiz. Va mana shu haqida gaplashishimdan oldin yana bir bor aytaman, sergak bo'linglar, chalib qolmanglar do'stlar. Bu jonli efir juda ham uzun bo'lmaydi, qo'rqmanglar, qisqaroq bo'ladi. Sizlarga aynan bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni jamlaganman bu yerda.
manfaatli bo'ladi inshaalloh. Shunday ekan, o'ylamang, ishingizni hozircha tashlang. Hozir ham uyqudan biroz voz kechib turing. Shu mavzuni tinglang do'stlarim. Xullas. Rasulimiz 6 yoshga to'lganida onalari Omina uni olib Yasbirga, Madinaga safarga chiqdi. Safarning maqsadi ota qabrini va u yerdagi qarindoshlari Banu Najjor xonadonini ziyorat qilish edi. Hamrohlikda sadoqatli cho'risi, joriyasi, bu yerda cho'risi deb kelibdi. Hamrohlikda sadoqatli cho'risi Ummu Aymani ham bor edi. Ummu Ayman, bu ismni ham eslab qolinglar do'stlar. Ular Madinada bir oycha turishdi. 6 yoshli bola otasining qabrini o'sha yerda ko'rgan. Otasiz o'sgan bola uchun bu qanchalik ta'sirli lahza ekanini tasavvur qilib ko'ring. Keyinchalik oradan yarim asr o'tib payg'ambarimiz Madinaga hijrat qilib borganlarida bu xotiralarni yana jonlangan bo'lsa ajab emas. Makkaga qaytish yo'lida Abba degan qishloqda Omina onamiz to'satdan og'ir betobi qoldilar va o'sha yerda vafot etdilar. 6 yoshli Muhammad sallallohu alayhi vasallam onasi janozasini ustida turardi. Endi u ham otasiz, ham onasiz edi. Naqadar qiyin bo'lgan u zotga. Bolani Makkaga sadoqatli Ummu Ayman olib qaytdi. Bu ayolning xizmatini payg'ambarimiz umrbod unutmadilar. Keyinchalik uni onamdan keyingi onam deb ataganlar va u kishini ozod qilib suyuklik sahobiylar Zayd ibn Horisga turmushga berganlar. Subhanalloh. Yillar o'tib payg'ambarimiz Hudaybiya safarida Abba yaqinidan o'tayotib Allohdan izn so'rab onalarining qabrini ziyorat qilganlar va qabr ustida yig'laganlar. Atrofdagilarni ham yig'latganlar. 50 yildan keyin ham ona dog'i yangi edi. Bu bizga ona qadrini yana bir bor eslatadi. Albatta ona mehrini, onasini yo'qotganlar, onasiz o'tganlar bu hodisani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yaxshi tushunadilar. Payg'ambarimizga ancha qiyin bo'lganlar. Ham otasiz, ham onasiz ulg'ayganlar. Ha do'stlar. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam yoshliklari shu kabi qiyinchilikda o'tganlar. Va endi sizlarga bag'ishlagan, sizlarga tayyorlab kelgan keyingi ma'lumotim bobo mehri va undan ham judolik deb nomlanadi. Nimaga buni deyilishini hozir bilib olasiz. Endi bolaning butun tayanchi bobosi Abdul Muttalib edi. Eslab qolinglar, Abdul Muttalib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobosi edi. 80 yoshdan oshgan bu mo'ysafid nabirasini beqiyos yaxshi ko'rardi. Ka'ba soyasida Abdul Muttalib uchun maxsus to'shak solinar. O'g'illari ham unga o'tirishga botina olmasdi. Lekin kichkina Muhammad sollallohu alayhi vasallam kelib, bemalol o'sha to'shakka o'tirar. Amakilari uni tortmoqchi bo'lganda Abdul Muttalib, "Qo'yinglar o'g'limni, Xudo haqqi uning ishi ulug' bo'ladi" deb aytardi. Va nabirasini yoniga olib, yelkasini silardi. Bobo mehri qanchalik iliq bo'lmasin, taqdirning yozig'i bor edi. Rasulimiz 8 yoshga to'lganda Abdul Muttalib ham olamdan o'tdi. 2 yil ichida 3-judolik. Qaranglar, qanchalik qiyin bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Subhanalloh. Rivoyatlarda kelishicha, bobosining janozasida 8 yoshli bola yig'lab borardi. O'lim to'shagida Abdul Muttalib nabirasining tarbiyasini o'g'illarini ichida eng mehribon va Abdullohga tug'ishgan bo'lgan Abu Tolibga vasiyat qildi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning otasining tug'ishganiga, ya'ni Abu Tolibga vasiyat qildi. Abu Tolib boy emas edi, bola chaqasi ko'p edi, lekin jiyanini o'z farzandlaridan ham ortiq ko'rdi. Undan ajalmas, taomni u bilan birga yer, sen bilan taomimizga baraka kiradi, derdi. Xotini Fatima bintu Asad ham yetimga chin ona bo'ldi. Payg'ambarimiz keyinchalik bu ayol vafot etganida, bugun onam vafot etdi deb qayg'urganlar va o'z ridolarini kafaniga qo'shganlar. Shunday qilib Alloh o'z habibini bir mehribon qo'ldan ikkinchisiga o'tkazib, hech qachon egasiz qoldirmagan. Zuhro surasidagi oyat aynan shunga ishora. U seni yetim topib boshpana bermadimi deb aynan mana shu Zuhro surasidagi oyatda keladi. Xulosa va saboqlarga ham keldik do'stlarim. Bugungi qismning eng katta sabog'i sinovlarning hikmatidir.
Payg'ambarimiz 8 yoshga yetguncha otadan, onadan va bobodan ayrildilar. Nega Alloh o'z habibiga shuncha judolikni ravo ko'rdi? Albatta sizga bu savol ham qiladi. Chunki buyuk vazifa buyuk tayyorgarlikni talab qiladi. Yetimlik u zotni erta ulg'aytirdi, bardoshli qildi, odamlarning dardini his qiladigan yumshoq qalb berdi. Kim yetimning ko'nglini bilsa, o'zi yetim bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun islomda yetimga g'amxo'rlik eng ulug' amallardan sanaladi. Payg'ambarimiz men va yetimni boquvchi jannatda mana bunday birga bo'lamiz deb ikki barmoqlarini qo'shib ko'rsatganlar. Yana bir saboq. Halima xonadonining qissasi bizga o'rgatdiki, savobli ishga foydasiz deb qaralgan joyda ham baraka yashiringan bo'ladi. Ko'pincha biz buni ko'zimiz bilan ko'rmaymiz yoki e'tibor bermaymiz. Halima ham rad etgan yetimni oldi va butun qabilasi barakaga to'ldi. Endi ertangi qismda yoshlik yillari, cho'ponlik, Shom safari, Buxayroq rohibining basharati va Al-Amin laqabining tarixi haqida so'zlashamiz. Va shu o'rinda yana bir bor aytib ketaman. Bilamiz, xalqimiz orasida bitta maqolni bor takrorlayman. Xalqimiz orasida bir razil maqol bor. Yetim qo'zi boqsang, og'zi burning moy bo'lur, yetim bola boqsang, og'zi burning qon bo'lur degan maqolimiz bor xalqimiz orasida. Shu orada hech o'zingizga savol berib ko'rganmisiz? Insonlarning eng yaxshisi, bu dunyodagi eng yaxshi inson, olamlarning sarvari sallallohu alayhi vasallam ham yetimlikda o'sgan deb o'ylaganmisiz? Agar chin dildan o'ylagan bo'lsangiz, bu gapingiz ham aynan Rasulullohga ham bir og'ir botadi deb o'ylamaysizmi? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham yetimlikda o'tgan. Yoshliklarining katta qismi yetimlikda o'tgan, qiyinchilikda o'tgan va bu maqolni xalqimiz o'ziga qanday bilmadim, o'ziga bir odat qilib olgan aytishni. Umid qilamanki, bu hikoyani o'qiganingizdan so'ng va bu jonli efirdan keyin bu maqolni qaytib ishlatmaysiz. Xo'p, mayli. Va shu joyida endi manbalarimni ham bir bor eslatib o'tay. Men olgan manbalarim Tarixi Muhammadiy Halima Saadiya, ya'ni Tarixi Muhammadiya kitobidan Halima Saadiya haqida ma'lumotlarni oldim. Omina onamiz vafotlari va Abdul Muttalib bobolari hadis va hayot turkumidan olindi. Ko'rganingizdek, mening har bir ma'lumotim o'zining manbasiga va asosiga ega. Shunday ekan, qo'rqmasdan bu ma'lumotlarimni o'qib borsangiz bo'ladi. Keyingi qismimizda biz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yoshliklari, mehnati, halollik va adolati haqida gaplashamiz va u davr taxminan milodiy 579-yil va 595-yillarda borib taqaladi. Shular oraliqda sodir bo'ladi. Va u orada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 8 va 25 yoshlar orasida bo'lgan. Va umid qilamanki, o'sha jonli efirda ham sizlar bilan birga bo'lamiz. Sizlar bilan birgalikda o'sha jonli efirda birgalikda o'rganamiz. Endi keling biroz mayli sizlar tomonidan berilgan izohlarni ham o'qib chiqay. Yoqubjon Ahmedov, assalomu alaykum, xayrli kech. Va alaykum assalom, sizga ham xayrli kech. Qardosh ekanmiz, gap yo'q, mashalloh. Davom etaman. Demak, Shoir Nusov 922-yilda ruslar islom dinini qabul qilgan deb o'qiganman. 922-yil ruslar islom dinini qabul qilgan deb o'qiganman. 988-yili yana o'z diniga qaytishgan. Shu qanchalik rost, shuni bilishni ilojisi bormi? Oldindan rahmat. Albatta bu ma'lumotni chuqurroq izlanib ko'rish kerak, chunki bu ma'lumotga ko'zim tushmagan ekan shu paytgacha. To'g'ri tushunasizlar va albatta endi islom dinini qabul qilgan ruslar haqida ham ma'lumotlar bor, ma'lumotlar keladi. Ya'ni ularning musulmonlar bilan birga yashaganlar, ya'ni biz bilan yashaganlar, yetim asrab olingan ruslar keyinchalik, ya'ni bizni qo'limizda bilasizlar, urush davrida ko'plab yetimlar O'zbekistonga olib keltirilgan vagonlar bilan. Va ular otasiz edi va bizning mard xalqimiz, bolajon xalqimiz ularni hech ikkilamasdan asrab olishgan va ularning ko'pchiligi bizni qo'limizda qolgan. O'sha aynan qo'limizda qolib katta bo'lganlar islom dini bilan o'sgan. Va albatta bu ham sabab. Ana endi dindan chiqib ketganligi sababi esa albatta buni ham bir bor o'rganib chiqishim kerak. Ya'ni qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi haqida.
Shuning uchun to'g'ri tushunasiz Shoir Yunusov. Albatta o'rganib chiqaman, hozir screenshot qilib olay shu ma'lumotni. Va sizga keyingi jonli efirda eslatasiz. Albatta bu haqida sizga ma'lumot beraman. Moqchehra, assalomu alaykum. Va alaykum assalom sizga ham. Soda Asad deb nomlanuvchi kitobda payg'ambarimiz tug'ilishlari toki vafot etgunicha bo'lgan voqealar keltirilgan. Albatta keltirilgan va mening ham jonli efirlarimda mana shunaqa kitoblardan olingan. Ko'plab kitoblardan misol uchun Alixon To'ra Sog'uniy, Shayx Muhammad Sodiqning Hazratimizning kitoblaridan, At-Termiziyning kitoblaridan va ko'plab kitoblaridan ma'lumotlarni yig'ib olganman. Rasmiy manbalarni yig'ib olganman va 30 ta qismga bo'lganman va 30 ta qism mobaynida biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishlaridan toki vafotlarigacha bo'lgan hayot yo'llarini o'rganamiz. Albatta, jonli efirlarimda ko'rganingizdek biroz qisqaroq qilgan ma'lumotlarni, chunki hamma ham hozir 1 soat, 2 soatlik jonli efirda o'tirmaydi. Ana shuning uchun ham ularga kerakligicha va ortiqcha bo'lmagan ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilyapman. Bu orqali ozgina bo'lsa ham sizlarga bir manfaatim tegadi degan umiddaman. Hasbunalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, assalomu alaykum Zubayr. Va alaykum assalom. Bismillah, Yaquba aka, bir narsa so'rasam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Va birodarlar, yana qayta sizlarga aytaman. Biz hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida o'rganyapmiz-da. Ya'ni olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida o'rganyapmiz. Siz bu kishining izohlari ostida o'zingizni bir odobsiz ishlaringizni qilyapsiz-da. Albatta bu ham u zotga behurmatlik bo'ladi. Iltimos, payg'ambarimizning hurmatini qiling, hurmatini saqlang payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni. Mayli meni hurmat qilmang, ammo lekin siz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni hurmat qilishga majbursiz. Tavba qildim, astag'firulloh. Ko'ryapsizlar qanday insonlar bor. Meni afsuski, meni modellarim, yordamchilarim kirmagan ekanda, shunaqa tarbiyasiz odamlarni bloklab qo'yardi. Payg'ambarimizga hurmatsizlik qilgan odamlarni bloklab qo'yardi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Go'zalxon, uzr. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom hammaga. Qo'ldan kelgancha o'qib chiqyapman. Demak, shumi yo'q. Suvayba binti Xoris haqida sizga aytgan edim-ku, meni jonli efirlarimni ko'rmaganmisiz? Hasbunalloh, ya'ni bergan savolingiz bo'yicha albatta bu manbalarda kelgan. Suvayba binti Xoris onalari ham bo'lgan. Payg'ambarimizning emizik onalari bo'lgan. Men bir nechasini sanab berganman jonli efirlarimda. Afsuski, e'tibor bermagan ekansizlar. Albatta, bu ham biroz odamni xafa qiladi, do'stlar. Yaxshi emas. Xo'p, sirat ilmi haqida gaplarni men hozir ko'rsatib beraman sizga. Keyingi jonli efirlarimizda albatta bu ham to'xtalib o'tar ekanmiz baribir. Men alam qilayotgani sizlarga keltirib bergan edim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning emizik onalari kim bo'lgan?
va qayerda bo'lgan? Hozir sizlarga bir rasmiy manbadan ko'rsatib beraman buni. Mayli, menga ishonmasalaringiz. Hoziroq kutasizlar. Hozir rasmiy manba bo'lmish O'zbekiston Islohot idorasi Samarqand viloyati vakilligiga tegishli manbadan sizlarga ko'rsatib beraman. Chiqib ketmay turasizlar. Ahli baytlari. Emiziklik onalari haqida bu yerda hozir mana uzr, sal chalib qoldim. Mana payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning enagalari, bu yerda emizgonlar turibdi. Amina binti Vahb bilasiz, o'z onalari. Suvayba Aslamiya bir necha kun va bu yerda Banu Saadlik ayol bir marta, Halima Saadiya 2 yil mobaynida deyilgan mana bu yerda. Mana hozirgina Halima Saadiya haqida sizlarga aytib berdim. U ayolning oldida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 4 yil qoladi. 4 yilcha qoladi. Va ishonchli ma'lumot. Chunki mana bu aytgan ma'lumotim davlat ishlarida rasmiy tasdiqlangan. Uzr, gaplashishim kerak edi bir kishi bilan. Bo'pti. Eng muhimi, umid qilaman endi bilib oldingiz. Mana aytyapsizlar menga, mana ko'ryapsizlarmi, qanchalik o'zlaringiz bilmaysizlar. Kitob o'qiganman deysizlar, uni qilganman deysizlar-da, o'zlaringiz bilmaysizlar hali-da. Menga aqlli qilasizlar. Ya'ni uni o'qinglar, buni o'qinglar deb. Mana shu o'qidingiz, eslab qola olmadingiz. Eslab qolmaganingizning sababi esa takrorlamadingiz. Meni jonli filarimdan maqsad esa aynan o'sha o'rgangan bilimlaringizni takrorlash va agar bilmagan bilimlaringiz bo'lsa, yangi bilimni olish. Mana shu maqsadda buni tashkil qilganman. O'shaning uchun ham izohlarda haqoratli va kamsituvchi gaplarni yozmanglar, iltimos. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu bir uyatsiz odam. Bahrom Sabirov, sizning opa-singlingiz yo'q-ku bu yerda tanishadigan qizlar bo'lish uchun. Opa-singlingiz ular tanishadigan qizlar bo'lsa kerak. O'shaning uchun bu yerdan qorangizni o'chiring. Qarib qo'yilmagan chol deydi-yu. Ko'ryapsizlar, hozir bular o'z navbatida payg'ambarimizga ham hurmatsizlik qilyapti. Men yozib qo'yganman bu yerda payg'ambarimizning hayoti, bolalik davri, payg'ambarimizga bu jonli efir bag'ishlandi debmanda, ular o'zini harom ishlarini bu yerda qilyapti. Endi bular kishilarga nima deysizlar? Endi o'zingizning izohingizni qoldiring ularga. Mo'xchehra uzr. Payg'ambarimizning kuyovi Hazrat Ali bo'lgan deyshadi, lekin kitobda Usmon deb keltirilgan. Bu to'g'rimi? Xo'p, kitob o'qigan ekansiz. Nega unda bilmaysizlar? Yana savol beryapman. Kitobni sizlar qanday o'qiysizlar? Kitob o'qiganman deyapsizlar. Uzr, endi xafa bo'lmanglar. Odamlar. Hozir bir kishini bloklab yuboray. Xo'p,